Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. O'rta maktabni tugatgach, Respublika Rus tili va adabiyoti institutida o'qib, uni 1978-yilda bitirdi. 80-86-yillarda Toshkent oqshomi gazetasida, 86-92-yillarda G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida, 92-95-yillarda O'zbekiston ovozi gazetasida, O'zbekiston axborot agentligida ishladi. 95-96-yillarda Davlat va jamiyat qurilish akademiyasida o'qidi. 97-yildan boshlab O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi o'rinbosari lavozimida ishladi. Muhammad Yusuf O'zbekistondagi eng yosh xalq shoiri hisoblanadi. Uning dastlabki she'rlari O'zbekiston adabiyoti va san'ati ro'znomasida 1976-yilda chop etilgan edi. Bebaxt o'lim shoirni oramizdan olib ketdi. Kitoblari va she'rlari: Tanish teraklar, Bulbulga bir gapim bor, Iltijo, Uyqudagi qiz, Halima enam allalari, Ishq kemasi, Ko'nglimdagi bir yor, Bevafo ko'p ekan, Erka kiyik, Osmonimga olib ketaman, Kumush, Kokilingni kim kesdi, Aldov, Turkman qiz, Yolg'onchi yor, Qora quyosh va boshqalar.